Ama artisi shekilli bor-ku. Bu kiyimni boshqacharoq hozir chiqib qo'shiq aytib qolsa ham ajab emas. Shou dahshat bo'lyapti. O'yindan oldin tayyorgarlik super, Sevilla yondiryapti. Bu tomonimda Barsachilar, bu tomonimda Realchilar o'tiribman, Atletikochi bo'lib. Dahshat bo'lib ketyapti o'yin bor. Bu Fran bilan tushunarli. Do'stlar, yonib ketdi hamma joy, yonib. Qarama-qarshi kursda hujumlar. Qarama-qarshi kursda hujumlar. Modric 1-0 hisobi uchrashuvni nakalini belgilab beryapti. Top qaytarildi. Yana Modric. Offside. Barsa-ku bu. Biz o'zi shunaqa klassikoni kutgandik. Bir tomonga o'yin emas. Mana Barselonaning navbatdagi hujumi. Ikki tomonda ham zo'r vaziyatlar bo'lyapti, foydalana olishmayapti. Mana hozir Yamal navbatdagi hujumni amalga oshiryapti va to'pni chiqarib yubormoqda. Real qo'shdi, nihoyat. Biz boya Ancelotti reaksiya bera olmaydi degandik. Yo'q. Mbappe orqali, Modric orqali ancha-muncha berdi. Shunaqa. Arda Güler tepmoqchi. Yo Valverde uchirmoqchi. Vaqtimizga internet ham ishlayapti. Chunki hamma o'yin ko'ryapti. Barselonaning burchak zarbasi. Xo'sh, nima bo'ladi? To'p qaytariladi. Valverde jinnoqqa. Bu yoqqa. Kacheli o'yin. Bugun kambekchilar o'yini. Kambekka kambek bilan javob berilyapti. Oxirgi daqiqada do'stlar, hakam De Burgos penalti belgilayapti. Hali var ko'ryapti. Endi tasavvur qilinglar, ko'chada nima bo'ladi. Penalti qolsa kerak, chunki biz sekinlashtirilgan holatda ko'rganimizda bordek edi. Bizning tomondan sal sekinlashtirilgan. Hakam borib ko'rsa ham ajab emas. Chouamini bergis kelmayapti to'pni. Lekin ikkita to'p bor ekan. Hozir hakam boradi-yo. Bo'ldi, boradi. Bermasligi ham mumkin deyishyapti. Sekinlashtirilgan kadrda menga bordek tuyuldi. Endi hakam ko'rish kerak bo'lsa, demak nimadir bor. Buni esa keyingi videoda ko'rsatamiz. Qiziq, hali hakam indamadi. Hali qarorini chiqarmadi. Bosim o'tkazishyapti muxlislarga. Real ham, Barselona futbolchilari ham da baqirlaring degandek. Hozir hakam Barsa futbolchisiga tushuntiryapti nimanidir. Modric ham bor, sardor sifatida borish kerak. Yo'q. Qo'shimcha bo'lim ko'ramiz. Offside bor ekan do'stlar, hech qanaqa to'qnashuvda emas. Hozir 100-daqiqa o'tyapti. Qo'shib berilgan bo'limlar ko'ramiz. Hushtak chalib yuborsa kerak hakam. Hakamga og'ir bo'ladi degandik, oson bo'lmayapti har holda.
Bo'ldi. Tugadi. Ikkinchi bo'lim tugadi.